Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Bestune T77 modelini ko'rib chiqamiz. Ya'ni T77 modeli ham ikki xil komplektatsiyada bo'lar ekan. Mana bu ko'radigan bugungi modelimiz T77 ning Sami full varianti, ya'ni premium komplektatsiyasi hisoblanadi. Xo'p, hurmatli obunachilarimiz, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Har bitta o'sha sizlar uchun chiqarilgan videomiz, misol uchun qo'llab-quvvatlab, like bosib, podpiska bo'lib, obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz kanalimizni rivoji uchun. Xo'p, bo'lmasam videoni boshlaymiz. Mana ko'rib turgan mashinalaringiz Bestune T77 modeli. Bestune o'zi asli kelib chiqishi, bilsalaringiz, FAV kompaniyasining brendi hisoblanadi. Ya'ni Bestune Honjilar bular juda ham yaxshi modellar. Davom etamiz akalar. Bestune T77 modeli motor ob'yomi 1.5 turbina GDI motor hisoblanadi. GDI, ya'ni ekonomik 179 ta ot kuchi bo'ladi. Diska razmerini ko'rib turganlaringizdek, 19 bo'ladi, balon protektori 45. Polosodержаниямыз bor, yomg'ir datchigi bor. Sveta datchiklari ham bor ekan. Mashinaning rangi ham juda ham ko'pchiligini o'zimizga qizil ekan degan narsa emas. Ya'ni bu rangi juda ham jemchugiy qilib ishlangan. Buni o'zlaringiz ko'zlaringiz bilan ko'rsalaringiz, u ko'zni quvontiradigan rang ekan. Juda ham chiroyli. Oldi qismiga e'tibor bersalaringiz, obrisovkalari 3D dashda qilib ishlangan. Proyeksionli linzli optika e'tibor beringlar. Bular LED emas, bular billet, ya'ni senga qanaqasi hisoblanadi. 360 kamera bor. Oldida, ikkita bokovoyda, orqasida 4 tomonda kamera 3D qilib olib berar ekan mashina. Bundan tashqari datchiklarimiz bor ekan mashinada. Sveta datchiklari, yomg'ir datchiklari, partrovniklar, sezgi datchiklari. Xo'sh, funksiyalari zo'r. Hozir salon ichini ham ko'rsataman sizlarga. Oldin tashqi qismlari bilan tanishib olamiz mashinani. Oldi qismidan juda ham mana. Mashinaning uzunligi 4 metr 70 sm, почти 5 sm hisoblanadi. Eni 1.90, почти 2 metr. Balandligi 1.70 sm. Luklari panorama ekan. Yon tomondan ham ko'rishlaringiz mumkin. Mashina uzun. Bokovoyda kameralari bor. Ходовойлari независимая, juda ham prujinalari ham mягкий ekan. Shuning uchun men haydab ko'rgan vaqtim bu unaqa жесткий emas, mягкий ekan. Orqa tomondan ham mashinaning dizaynini chiroyli ishlagan. Menga ma'qul mashina. Chunki tashqi qismi juda ham gabariti juda ham katta emas va kichkina ham emas, o'rta, ya'ni uzunroq. Va dizayn ayniqsa juda ham chiroyli ishlagan. Dizayni yoqdi menga. Xo'p, ko'rib turganlaringizdek, mashinani davana beskvocho dasturlari ham bor ekan. Ketdik. Salon ichi. Wow. Juda ham salon ichini juda ham zo'r, chiroyli ishlabdi. O'rindiqlari обязательно to'xtamasam bo'lmaydi. Chunki bular sportivniy ekan o'rindiqlari, qarang, quchoqlab oladigan sportivniy, elektronniy ham ekan. Elektronniy juda ham yaxshi. Bu narxga buncha komfort, menimcha bu juda ham zo'r tanlov. Bismillahirrohmanirrohim. Men juda ham yaxshi joylashdim. O'rindiqlari qandaygadir, kojasi ham yumshoq. Salon aytgancha koja ekan. Kojasi ham yumshoq, mягкий ekan. Mягкий koja. Sifatliligi bilinib turibdi. Ikkita monitor o'tirganingizdan rul, mana shuni yoqib ko'ramiz. Wow, rul elektronniy ekan. Bitta barmoqda boshqariladigan, qarang. Bitta barmoqda boshqarar ekansiz. Juda ham yaxshi, rullari mягкий. Monitorlari ham o'zgacha yonar ekan. 360 kamerasi, mana 360 ko'rsatib qo'yar ekan. Xo'sh, скорости, ketdik parkovka ekan.
Вот, buni bilamiz. Bu elektronniy ruchnik ekan, avtohold bor ekan. Avtoholdni bilsalaringiz kerak. Svetovor peshxodlarga juda ham qo'yib keladi o'zimizga. Agar avtoholdni bilmaganlar bo'lsa, kommentga yozib qoldirsalaringiz, men ma'lumot beraman. 360 kamerasi, полосу держанияsi. Полосу держания ham juda ham kerakli funksiya. Klimat kontrol. Xo'p, mashinani o'chirdik. Bu yo'llari bu kruz kontroli ekan. Bu o'zimizning faralari, bu yo'llari dvorniklari, bu multimedia ekan, bu instrumental panelni regulovkalari, ya'ni monitor ikkita bo'lgani bilan bizga ham ikki tomonni beradi. Tarpetkalar juda ham yumshoq ekan, gap yo'q. Bu yo'q monitorni zashtalari, quyosh, ощущениялari